Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millati farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishini orzulagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari, jadid adabiyotlari namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlashmoqda. Xalq ma'naviyatini boyitish yo'lida olib borilgan kurashlar, milliy matbuot, adabiyot va teatrning odamlar tafakkurini oshirishdagi ahamiyati haqida asarlarida kuyunib yozgan, bu borada fidoyilik ko'rsatgan, alaloqibat qatag'onga uchraganlar haqida so'z borarkan, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Usmon Nosir, Is'hoqxon Ibrat siymolari ko'z oldimizda gavdalanadi. Ular o'z asarlarida ko'targan muammolar hamon bizning qarshimizda bo'y ko'rsatib turibdi. Biz hamon millatni uyg'otish uyg'onganlarning vazifasi degan chorlovga munosib javob qaytarganimiz yo'q. Jadid adabiyoti namoyandalari ruknida tayyorlangan bu trillerimizning ko'rar ekansiz, kitobxon o'zini shu vatanning ongli fuqarosi, vatani va millati taqdiri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishga o'zida jur'at topadi. 1900-yillardan boshlab endigina 30dan oshgan Abdulla Avloniy milliy dard bilan og'ridi. Turkiy dunyoga chiqib turgan gazeta va jurnallar bilan tanishdi, jadidchi degan nom chiqardi. Jadid maktabi ochib dars bera boshladi. Bu haqda adibning o'zi tarjimai holimda shunday yozadi. Turli gazetalar o'qishga tutindim. Shu zamonlarda 1900-yillar nazarda tutilmoqda. Rossiyaning turli shaharlarida chiqqan matbuot, gazeta va jurnallari bilan tanishib, o'qib ma'lumotimni orttira bordim. Tarjimon gazetasini o'qib, zamondan xabardor bo'ldim. Shu zamondan yerli xalqlar orasida eskilik, yangilik janjali boshlandi. Gazeta o'quvchilar millatlar jadidchi nomi bilan atar edilar. Men ham shu jadidchilar qatoriga kirdim. 1904-yildan jadidchilar to'dasida ishlay boshladim. Jadid maktabi ochib, o'qituvchilik qila boshladim. 1907-yildan esa Avloniyning matbuotchilik faoliyati boshlanadi. 1906-yilda Taraqqiyot va Xurshid gazetalari chiqib, eski hukumat tomonidan to'xtatilgandan so'ng 1907-yilda men o'z muharrirligim bilan hamda temir yo'l ishchilarining sotsial-demokratik firqasining aloqa va yordami bilan Shuhrat ismidagi gazetani Sapyorniy ko'chasida chiqardim. Abdulla Avloniy Turkiston, Turkiy Guliston yoxud Axloq asarini o'z shevamizda yozilgan Axloq kitobi deydi va Turkiston maktablarining yuqori sinf o'quvchilariga darslik sifatida taqdim etadi. Axloq kitobi adibning hayotlik chuqqalarida 2 marta 1913-1917 chop etilgan edi. Shundan keyin milliy g'oya va jadidcha Ma'orif qatag'oniga uchrab, asar 60 yil nashr yuzini ko'rmadi. Nihoyat 1978-yilda professor Begali Qosimov tomonidan nashrga tayyorlanib, Kiril alifbosida birinchi marotaba chop ettirildi. Shu tarzda Axloq kitobi millat qalbiga qayta yo'l topdi. Mustaqillik yillariga kelib 1992-yillarda asarning to'la nusxasi faksimiliyesiga qo'shib chiqarildi. 1998-yilda esa shoir tanlangan asarlarining 2-jildidan o'rin oldi.